Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Demak, quyidagi masalani ko'rib chiqamiz. Demak, axborot tizimi ma'lum bir tuzilishga ega. Demak, bir qandaydir bizda axborot bor, qandaydir tuzilishga ega ekan, obyektlar haqidagi ma'lumotlarni saqlaydi. Har bir obyektning tavsifi, obyekt kodi, obyekt tuzilishi, tavsifini va qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Demak, uchta tuzilishga ega ekan: obyekt kodi, obyektning tuzilish tavsifi bor ekan va qo'shimcha ma'lumotlar. Aniqrog'i bir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, bu uchta turga bo'linar ekan. Demak, mana shunday uchta turga bo'linadi. Demak, birinchisi demak kodi, ikkinchisi obyektning tuzilishi, keyingisi demak qo'shimcha ma'lumotlar. Ma'lumotlar ekan. Demak, obyekt kodi haqida gap ketyapti. Obyekt kodi 13 ta belgidan iborat bo'lib, ularning har biri 10 ta o'nlik raqamdan biri yoki 26 ta bosh lotin harflaridan biri bo'lishi mumkin. Har bir belgi minimal mumkin bo'lgan bitlar soni bilan kodlangan va butun kodni saqlash uchun baytlarning minimal mumkin bo'lgan demak butun soni ajratiladi. Demak, baytlarning e'tibor qiling. Demak, kodi 10 ta o'nlik raqam 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar 10 ta qo'shilgan 26 ta lotin harflari. Bu jami belgilar soni bizada 36 ta bo'lyapti. Yozib qo'yamiz 36 ta. Demak, 36 ni demak 2 ning darajalari ostiga qo'yishimiz kerak. 36 2 ning nechinchisidandir kichik yoki teng deb olamiz. 2 ning 6-chisi bo'ladi. 2 ning 5-chisidan katta deb olamiz. Demak, haqiqatda shartni qanoatlantiradi. 2 ning 5-chisi 32 dan katta 36, 2 ning 6-chisi 64 dan kichik shartini qanoatlantiradi. Demak, har bir demak belgi demak 6 bitdan ekan. 6 bit ekan kodiga. 6 bitdan. Endi aytyapti bu yerda obyekt kodi 13 ta belgidan iborat bo'lsa, bu demak bizga 13 ko'paytirilgan demak 6 bit bo'ladi. Demak, 13 ni biz 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 78 bit kelib chiqadi. 78 bit. Endi aytyapti, masalan, sharti bo'yicha har bir demak bu yerda aytyapti, demak butun kodni saqlash uchun baytlarning minimal mumkin bo'lgan butun soni ajratiladi. Demak, butun soni ajratilsa 78 ni biz bo'lamiz 8 ga baytga o'tkazib olamiz. 8 ga demak bo'ladigan bo'lsak, bizda bu bo'ladi 9,75 yozib olamiz. 9,75 bo'ladi. Buni butun sonda olishimiz uchun 9 baytni oladigan bo'lsak yetmay qoladi. Shuning uchun yuqorisiga qarab yaxshilatab olamiz. Bu 10 bayt bo'ladi. 10 bayt. Endi yana masalamizni sharti davom etadi. Obyektning tuzilishi oddiy elementlarning, endi tuzilish haqida gap ketyapti. Obyektning demak tuzilishi oddiy elementlarning ketma-ketligi sifatida tavsiflanadi. Jami 500 xil oddiy elementlar mavjud. Har bir oddiy element barcha elementlar uchun bir xil minimal mumkin bo'lgan bitlar soni bilan kodlangan. Demak, biz 500 ni yozib olamiz. 500 ni endi tuzilish haqida gap ketyapti. 500 ni 2 ning nechinchisidandir kichik yoki teng deb olamiz. 2 ning 9-chisi bo'ladi. Katta deb olamiz 2 ning 8-chisi. Demak, 8-chisi 256 dan katta 500, 512 dan kichik shartini qanoatlantiradi. Demak, obyektning har bir tuzilishi demak tuzilishidagi belgilari 9 bitdan joy egallaydi. Endi aytyaptiki, bu yerda obyektning tuzilishini tavsiflash uchun barcha obyektlar uchun bir xil minimal bayt soni bilan ajratiladi. Endi baytga o'tkazib olishimiz kerak. Baytga olib o'tishimiz uchun bu 60 ta oddiy elementni yozish uchun yetarli. Demak, biz endi 60 ni ko'paytirib olamiz mana 9 bitga. Har bitta demak tuzilishdagi belgi 9 bit ekan.
Demak 9 bit deb yozamiz. Demak, endi biz 60 ni 9 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 540 bit bo'ladi. 540 bit bo'ladi. Endi bizda aytibdiki, obyektlar uchun bir xil minimal bayt soni ajratiladi. Demak, bayt deyilganligi uchun 540 bitni baytga o'tkazib olamiz. Demak, 540 ni bo'lamiz 8 ga. Demak, 548 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 67,5 bo'ladi. 67,5 bayt bo'ladi. Demak, aytibdi, bir xil minimal bayt soni ajratiladi. Demak, butun bayt deyilganligi uchun bu yerda biz taqriban qilamizda, demak 68 deb olamiz. 68 deb yaxlitlab olamiz. 67 yetarli bo'lmaydi, tuzilishi uchun 68 deb olamiz. Endi aytibdi, masalan, sharti davom etadi. Qo'shimcha ma'lumotlarni, endi mana bu qo'shimcha ma'lumotlarni saqlash uchun obyektlar uchun bir xil butun son baytlar ajratiladi. Demak, butun baytlar soni ajratilar ekan. Demak, ma'lumki 16384 ta obyekt. Endi shunaqa obyektdan 16384 ta ekan. Demak, obyektda ma'lumotlarni saqlash uchun 2 megabayt talab qilingan. 2 megabayt talab qilingan ekan. Bitta obyekt haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni saqlash uchun qancha bayt ajratiladi? Demak, mana bu yerda qo'shimcha ma'lumotlarni saqlash uchun qancha bayt ajratiladi? Bittasi uchun shuni topib olishimiz kerak. Biz buning uchun umumiy holatda 2 megabaytni ko'paytiramiz. 1024 ga ko'paytirsak, 1024 ga ko'paytirsak kilobaytga o'tadi. Yana 1024 ga ko'paytirsak, demak baytga o'tadi. Demak, har bittasi o'sha baytlarda berilgan uchun baytga o'tkazib oldik va umumiy demak 16384 ta obyekt bo'lganligi uchun shunga bo'lamiz. 16384 ta obyekt. Demak, bo'ladigan bo'lsa, bitta obyektdagi umumiy demak nima kelib chiqadi? Demak, o'sha yerdagi ishtirok etayotgan baytlar soni kelib chiqadi. Demak, biz 2 ni 1024 ga ko'paytirib, yana 1024 ga ko'paytirib va bundan chiqqan sonda 16384 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 128 kelib chiqadi. 128. Demak, 128 bayt ekan. Demak, bitta obyektda 128 bayt ma'lumot bor. Bayt deb qo'yaman. Endi bizda aytibdi, mana bu kelib chiqqan edi, bizda boya topib oldik. Mana kodi uchun demak 10 bayt edi, yozib olamiz. 10 bayt. Tuzilishi uchun demak mana 68 bayt, mana 10 bayt. Demak, keyingisi 68 bayt. Mana bu yerga baytini qo'yib qo'yaman. Yozib olaman. 68 bayt. Endi qo'shimcha ma'lumotlarni saqlash uchun demak 128 dan demak 78 da ayirib olamiz. Shundan qo'shimcha ma'lumotlar kelib chiqadi. Demak, bitta obyektni saqlash uchun 128 bayt ekan. Umumiy holatda mana shu demak 128 bayt ekan. Endi biz qo'shimcha ma'lumotlarni topish uchun 128 dan ayiramiz 78 baytni. 78 baytni teng bizda 50 bayt kelib chiqadi. 50 bayt. Yozib qo'yaman to'liq holatda 50 bayt. Demak, qo'shimcha ma'lumotlarni saqlash uchun 50 bayt ajratilar ekan.